Assalomu alaykum hurmatli Ishtixon baraka uylar obunachilari. Bugun biz aynan, ya'ni Ishtixon shahri, O'zbekiston mahalla Navbahor ko'chasida joylashgan Diyor akalarni zapchast magazini bilan kelaverishda ichkariga 100 metr va o'ngga burilish ko'rib turganingizdek mana shunday to'p ko'chasida kutib oladi. Umumiy maydoni dokumentali 6 sotixdan iborat va eng asosiysi 3 ta xona, bittasi korobka holatda turibdi, 2 ta xonasi bitgan, bu yoqda oshxona, yana bu yoqda qo'shimcha o'tirib choy ichiladigan xonamiz bor va hammom tualetlari yangidan o'zim noldan qilganman deyishdi. O'shaning uchun ko'rib turganingizdek bu orqa tomonida joy bor deyapti. Birinchi tashqi tomonlarni ko'rsatib o'tamiz. Orqa tomonda ham joy bor ekan. Endi bu yerda kladovka qo'ysangiz bo'ladi. Mana bu yerda stechka qo'yib, shuni ustini yopib, chiroyligina kladovka chiqib qo'ysangiz, mana orqada ham kengiz bir yaxshigina joylari bor ekan. Xo'p, endi ikkinchisi, mana bu yer endi hozircha kladovka holatda turibdi. Endi bu yerda ochib o'tirmaymiz. Kladovka holatda turibdi. No degan joy bor. Kimdir ertaga misol uchun olgan taqdirda mana shu yerda ham bitta xona paydo bo'lib ketadi. Akva derazalar qo'yib qo'ygan do'stim. Bu yoqda ham eshiklarni uzib almashtirganman do'stim. Deyishdi. Kattaroq romga ega akva. Xo'p, bismillah deb ichkariga kiramiz. Kichkinagina bir yaxshi bir chiroyli oilaga teraskacha. Bu yoqda yotoqxonamiz bor ekan. Endi yotoqxonani ko'rsatib o'tib ketamizmi bu yerda ham? Ko'rsatmasak ham bo'ladi. Endi o'zligimizning ko'p uylarga egalari xohlamaydi, o'shaning uchun bir ko'rsatib o'tib keting. Birga ham. Xo'p. Hozircha bolalar xonasi ekan. Va alaykum assalom. Hozircha bolalar xonasi ekan, lekin mana katta kengish. Bu mehmonxona ekan. O'zi asli proyekt bo'yicha mehmonxona ekan. Lekin hozir bolalar xonasi. Mana bolalarga televizor qo'yib qo'ysa, multfilm ko'rib, mazza qilib. Endi anoda muammo yo'q, bizda gazdan muammo yo'q, svetdan muammo yo'q. Svet 24 soat uzluksiz yonib beriladigan svet aynan ana shu sentr hududida 25 soat yonib beradi. Bu yerda ham joy ko'p ekan. Endi lekin ko'pchilikning misol uchun pullari bo'lsa, misol musofirda mana Amerika Qo'shma Shtatlarida yurganlar bor. Ko'p katta gegemon davlatlarda kuzatadiganlar bor. Mana soqqal-soqqa ko'rib yuradigan tanishlarimiz bor. Olib turib buzib yuborsa, 2 etaj uy qurib yuborsa, mana bu yerlardan boshlab, lekin mana shu zo'r proyekt tushadi, chunki sentr mazza qilib yashaydigan joy. Tog' katta bonusga beriladi. Agar tog'ingiz bo'lsa, tashlab ketiladi. Xo'p, yana bitta kladovka. Og'ilmi bu? Ha, og'il ekan. Men va kulturli tilda aytdim, kladovka deb, lekin og'il ekan. Ha, o'tin turibdi-da. O'tinda. Xo'p, endi mana bu tualet, ish qo'yib olsangiz, bu yangi ekan. Hammomlar joylashgan. Bu ham 2 xonadan iborat ekan, hammomimiz ham 2 ta xonadan iborat. Ya'ni o'sha koridor qismi va glavni. Yuvinish xonasiga ega stanimizga. Xo'p, endi mana bu xonani bitta ko'rsatib o'taylik. Bu xonamiz ham adashmasam mana tomonda oshxona joylashgan. To'g'rimi? Mana devor bu bitta oshxona joylashgan. Mana bu yerda bitta katta portchika ochib olsangiz, aylanib kelib o'tirmaydi, pishirib kuydirib mana bu yerda uzatib olsa, bemalol mana bu yerda pechkachani gurillatib qo'yib, televizor qo'yib qo'yasizlar. Mazza qilib gashtay xona ekan. Para qo'yib sotiladi. Narxi 2,5 ming dollar. Uydagilar tashab ketmaymiz deyapti. Prosta o'zimizga 2,5 mingga kelgan deyapti. Mazza tilladan ekan. Oshxona. Oshxona endi oddiyroq holatdagi oshxona. Endi jamda kulturli oshxona bo'lsa, nol ekan. Sovuq, issiq suv, gaz, svet hamma narsasi. Xullas bitta ayolga nima kerak bo'lsa, bu sharoit bor, qolganini o'zingiz qilib beraverasiz. Obunachilar bugungi kecha kunduzda sentralniy hududlarda aynan yaqinda ham bir tanishimiz o'sha sentrdan bitta yaxshi uyni olib qoldi. Chiroyli narxga, hozir aytadigan narximizga to'g'ri keladigan narx ekan. Xo'p, umumiy maydoni 6 sotik plus minus 6 sotik deyishdi. Tak 1 2 3 4 5 6 ta xonadan iborat. Hamma narsasi cho'tga ishlaydi. Bemalol pastga nomerini qo'yib qo'yaman. Xijolat bo'lganlarga o'zimizning nomerni qo'yib qo'yaman. Bemalol telefon qilib bog'laninglar. Kelishiladigan joy bor albatta. Umumiy bahosi hozirgacha kunduzda 70 ming dollar deyapti. O'sha 70 ming dollarda o'tib beradigan joyimiz bor. Shodiyor deyapti, agar kimlar kim kelib jilanasi bo'lib ishtirsanayman deydigan bo'lsa, chiroyli narxga kelishtirib beraman. Mayli, baraka topib chiroyli qilib, mana shu xonadonni gullatib yashlantirsa, bizlarga nur ustiga a'lo nur. O'shaning uchun pastdagi nomerlarga telefon qilish kerak. Xo'p, lokatsiyasini yana bir marta tushuntirib o'tamiz. Ishtixon shahri. Diyor akaning magazinidan shunday tushib kelaverishda 35-maktabga yetmaysiz. Mavlon akaxonimizni uyidan shunday to'riga, ya'ni 10 tomonga burilganingizda mana shu Topik ko'chaga duch kelasizlar. Topik ko'chada mana shu imoratni yoniga, qarshisiga paydo bo'ladi va kelib ko'ringlar. Agar kimgadir yoqadigan bo'lsa, barakasini qilib, savdosini qilib borish imkoniyatiga egasizlar. Sizlar bilan Shodiyor Baxtiyor, Mas'ud Ishtixon barakali uylar.